olimlarning orqasidan gapirma, ahli Qur'onlarni hurmat qil, zurriyotingdan qog'ri chiqadi. Bu farzand berilgan o'g'ildir, qizdir. Farzandlarni endi qadriga yetib, ularni bir to'g'ri yo'nalishda tarbiyalab, elimizga, yurtimizga, xalqimizga, vatanimizga, millatimizga, dinimizga, ota-onasiga bir sadoqatli inson bo'lsin uchun tarbiya qilish endi vazifamiz. Ularga gapirib turib, beodob bo'lmaslik, badxulq bo'lmaslik, olimlarning orqasidan gapirma, ahli ilmlarning orqasidan gapirma, ahli Qur'onlarni hurmat qil, oqsoqollarni hurmat qil, zurriyotingdan qog'ri chiqadi, olim chiqadi, ibodatli chiqadi, boy badavlat saxiy chiqadi, zurriyotingdan hoji haramaynlar chiqadi. Birovga nisbatan bug'zu adovatli bo'lma, yomon ko'rma, Alloh uchun yaxshi ko'r, Alloh uchun g'azab qil, Alloh uchun hadiya ber, Alloh uchun qaytar, Alloh uchun ibodat qil. Hayoting Alloh uchun o'tsin. Harakatu sakonating Allohni ko'rgandek hayot kechir. Allohni ko'rgandek ibodat qil. Sen Allohni ko'rmayotgan bo'lsang, Alloh seni ko'rib turibdi, ey o'g'lim degan narsani, ey qizim degan narsani ota-ona bolaga aytmasa, u bola tushunmaydi. 30 ni pasi yosh bola hisoblanar ekan shar'an. 30 dan o'tgandan keyin endi sal katta bola bo'ldi deysiz ekan. 30 ni pasi hali yosh bola ular. Shularga shunaqa nasihatni qilib turishlik ota-onani burchi. Shunday holatga kelaylikki, bizdan qolayotgan zurriyot xotirjam Allohning huzuriga boradigan darajada bo'lishimiz kerak. Ya Robbiy, tanitdim. Qur'onda, ilmda, ibodatni, taqvo, diyonat, himmat, g'ayrat, shijoat, gunohdan qo'rqish, bu narsalarni sen omonat qilib bergan farzandga yetkizdim ya Robbiy degan narsa bizda xotirjam bo'lishlik kerak.